Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda dam olish kunlari qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda havo harorati 15 darajagacha ko'tariladi. O'zgidromet 6-dan 8-fevral kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra bugun 6-fevral kuni kunning birinchi yarmida O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'ladi. Faqat shimoliy hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 1-6 daraja iliq, shimolda 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Ertaga respublika hududi bo'yicha yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi hududlarida yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq -3 daraja iliqni tashkil etadi. Kunduzi 7-12 daraja iliqqacha ko'tariladi. Yakshanba kuni asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliqni, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 6 va 8-fevral kunlari ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha shamol kuchayishi mumkin. Tog'li hududlarda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'ladi. Qor ko'chish xavfi bor. Toshkentda bugun 6-fevralda kunning birinchi yarmida yog'ingarchilik, yomg'ir-qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 3-5 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtda dam olish kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Ertaga 7-fevral kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat ertaga kechasi 1 daraja sovuq, -1 daraja iliq, kunduzi 9-11 daraja iliq. Yakshanba kuni kechasi 1-3 daraja iliq, kunduzi 13-15 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda.